molni yeyishiga va kasalligiga chidasang bor, qo'yda esa o'lishiga chidasang bor. Qanaqadir biznes qiladigan bo'lsangiz, yo sherigingiz aldab ketadi yoki xodimingiz ishga kelmaydi. Mana shunaqangi muammolar sizni juda ham qiynaydi. Men sizga mana shunaqangi muammolardan qutulib, bu yog'iga maza qilib uyda damni olib yotsangiz ham sizga pul topadigan biznes haqida ko'rsatmoqchiman. Assalomu alaykum, Sardor.com hurmatli tomoshabinlar. Biz bugun Toshkent shahridagi Indeks bozorida shunday kirishdi va shunday chiqishdagi ushbu tarozini sizlarga ko'rsatib o'tmoqchimiz. Ushbu joyimiz Indeks bozoriga Toshkent shahridan kirib kelganida eng oxirida, sababi bu yerdan chiqib ketish, shundoq kirib bu yoqqa chiqib ketish. Bu yoqdan esa Sergelidan kirib kelishga to'g'ri keladi. Va ushbu joyimizda tarozi o'rnatilgan. Hozir bular haqida sizga ma'lumot berib o'taman. Mana bu narsa buni 24 ga 7 ishlashiga sababchi narsa. Xuddiki paynetlarda siz hozir oson to'lovlar qilyapsiz-ku, xuddi shunday. Kelasiz, qo'llanmalar tayyor, mashinani o'chiring va undan keyin qo'l tormozini torting. Tabloda ko'rsatilgan summani tiqing, o'zi kilogrammiga qarab turib, misol uchun Labo bor, misol uchun u yog'iga har xil yuk mashinalari bor. 3 tonnagacha narxi muncha, misol uchun 10 tonnagacha narxi muncha, 30 tonnagacha narxi muncha deb siz belgilab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Va bu narsani bular payme, klik va uzum va undan tashqari naqd pul to'lovlar orqali bemalol mana shu yerda amalga oshirish oladi. Hech qanaqangi odam, hech qanday omil shart emas. Sizni hech kim alda olmaydi va eng qizig'i 24 ga 7 bemalol ishlash ham mumkin bo'ladi. Ushbu tarozimiz haqida bir og'iz gapirib o'tib ketadigan bo'lsam, sizga 4 metrga 20 metr joy kerak bo'ladi, tok kerak bo'ladi va mana shularda o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Va eng qizig'i ushbu platformamizni ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, ushbu platformamizga 10 yil garantiya beriladi. Bu yerda 3 metrlikdan 4 ta, ya'ni 3 ga 16 metrga joylashtirilgan va buni elektronikasiga 1 yil garantiya beriladi. Undan tashqari servis xizmati bor. Agar siz ushbu servis xizmatidan foydalansangiz, yana servis xizmatidan keyin 1 yildan keyin yana 1 yilga garantiya ketishi mumkin bo'ladi. Mana shunaqangi 24 ga 7 inson omilisiz, hech qanaqa majburiyatlarsiz sizga kuniga 1 million so'mgacha misol uchun tushum bo'lib turadigan katta yo'lda bo'yida yoki mana shunday indeks bozorlarning oldiga siz ham qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, mo'magina daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi bularda Tarozi Class kompaniyasining yana bitta zo'r ustunligi bor. Ushbu Tarozi Class kompaniyasini bemalol kiring aka. Tarozi Class kompaniyasi mol tarozi, qo'y tarozi va mana shunday yuk avtomobillar tarozi, 10 tonnagacha bo'lgan tarozilarda siz va buni bemalol xohlasangiz 4 talik, xohlasangiz esa bu yog'iga 5 talik kattaroq qilishingiz mumkin. Bu tarozimiz 100 kilodan tortib 100 tonnagacha bemalol tortishi. Mana xuddi mana biz atalab kiring deb majburlaganimiz yo'q. O'zlari kelishdi, to'lovlarda o'zlari kirishadi, borishadi, o'zlari to'lovni amalga oshirishadi va o'zlari bemalol chekni olib chiqib ketishadi. Va har tomonlama eng qizig'i sizga Telegram orqali, Telegram bot orqali to'g'ridan to'g'ri u yoqqa sizga boradi javob va siz qancha tushum bo'lib turgan xohlagan vaqtingizda ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Kelinglar mana real jarayon bilan birgalikda bo'lishamiz. Akamizlar o'zlari to'lovga amalga oshiryaptilar hozir. Chekni oldingiz. 20 tonna qancha ekan? 760 kilo. Xuddi shu singari 20 tonna 760 kiloni mana tarani olishdi va shu tariqa endi chiqib ketishyapti. Mana shunday o'zi xizmat qiladi. Bu yerda inson omili kerak emas. Egasi ham yo'q va bularda o'zlari ham mana kelib, mana shuni tortib chiqib ketishaveradi. Mana shunaqa biznes sizga qiziqmi? Passiv daromad albatta toma ko'l bo'lar deyishganda, mana shunday biznesga mabodo qiziqadigan bo'lsangiz, sizga Tarozi Class kompaniyasi bemalol takliflarni berib qoladi. Mana shunaqangi tarozilardan olib bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi.